Amerika Xalqaro Diniy erkinlik komiteti torbetining 22 sentabr e'lon qilishicha, mazkur komitetning komissari Nuri Tۈrkەl Dەvr haftalik jurnalining 2020 yillik Dunyoda ta'sir bor 100 mashhur shaxs tizimlikiga kirgizilgan. Nuri Türkəl 2020 yili 5 oyda Amerika Avam palatasining boshlig'i Nancy Pelosi tarafidan Amerika Xalqaro Diniy erkinlik komitetining komissarligiga tayinlangan edi. Mazkur torbetida Nuri Türkəlga yuqori baholar berilgan bo'lib, Amerika Xalqaro Diniy erkinlik komitetining muavin raisi Tony Perkinson mundaq degan: Dەvr jurnali 100 mashhur shaxs tizimlikiga Nuri Türkəlni kirgizib to'g'ri qildi. Chunki u bilimlik ham ziyrak. Uning mo'l tajribasi va diniy erkinlikni qo'g'dash jihatda qilayotgan ishlari haqiqatan taqdirlashga loyiq. U Uyghur musulmonlarining Xitoy va boshqa davlatlardagi qiyin ahvolini boshqalarga bildirdi. Shundaqla Xitoy kommunistlari Uyg'urlarga etnik qirg'inchilik yurgizayotgan ahvolda dunyodagi siyosatlarning Xitoyga qarshi yo'sinda o'zgarishiga turtki bo'ldi. Mazkur torbetida yana Nuri Türkəlning bir Uyg'ur advokat bo'lish sifati bilan yillardan buyon jamiyat uchun harmay talmay xizmat qilib kelganligi, Uyg'ur kishilik huquq harakati qo'zg'alganligi, yuzlagan kishining Amerikada panoh olishiga yordam berganligi, ko'plagan siyosiy muhokama va isbot anglash yig'inlarida o'z rolini joriy qildirganligi, Xitoy o'z jinoyatini bor kuchi bilan yoshirgan ahvolda Uyg'urlar uchirgan zulmni dunyoga anglitib, xalqaroning diqqatini qo'zg'ash uchun kuch chiqarganligi qatorliq nuqtalar alohida tilga ilingan. Dەۋr haftalik jurnali yillardan buyon 100 mashhur shaxs tizimlikini e'lon qilayotgan bo'lib, bu qitimqisi 17 qitimliq tizimlik ekan. Ular har yili dunyoning har qaysi joylaridagi eng faoliyatchan, eng ijodkor, eng muvaffaqiyat qozongan va boshqalarga ta'sir ko'rsatadigan shaxslarni tanlab e'lon qiladi ekan, taqdirlaydi ekan, hamda bu orqali kishilarga ilhom berishni maqsad qiladi ekan.